Assalomu alaykum barchaga qizlar. Shlitsa video darsligini hozir etapma-etap sizlarga ko'rsataman. Shlitsani bilasizlar, masalan 3 minutlik, 2 minutlik videolar qilib qo'yishadi Instagramda, YouTube'da. Shlitsani podrobniy to'liq etapma-etap ko'rmasangiz baribir tushunmaysiz. O'zim ham mana shunaqa podrobniy ko'rib, o'rganib keyin tushunganman. Instagramdagi, YouTube'dagi videolar to'liq emas, tezlashtirilgan. Shuning uchun to'liq video qilishga qaror qildik sizlarga. Mana bu astar qism, ya'ni kostyumlarning yengida, kostyumlarning orqa qismida uchraydigan shlitsa. Bu bizada mana astar qismini bichib oldik, shlitsali qilib ikkita. Mana bu bizada kostyumimizda tana qismi, ya'ni tana qismi deb olamiz mana. Hozir mana E'zoz buni dazmolladi. Biz akkuratli bo'lishi uchun, atroflarini ip chiqmasligi uchun overlock qilib qo'yganmiz. Overlockni yaqinroqdan bundoq ko'rsatdik. Overlock qilib qo'yganmiz. Endi kostyumda bunaqa overlock qilib o'tirmaysiz, ya'ni astarli kostyumda umuman overlock ishlatilmaydi. Tana qismiga dublering yopishtirilgan bo'ladi. Bizda matoyimiz qattiqroq bo'lgani uchun bunga dublering yopishtirib o'tirmadik. Mana shu holatda pastki qismlarini kostyumda bilasizlar, 2-2,5 sm tayyor qayriltirib qo'yishimiz kerak. Qayriladigan liniyasini belgilab, mana bunda ham qayriltirib qo'ydik. Mana shu holatda hozir zagodovka qilib tayyorladik. Endi mana kostyumda tana qismini mana shu holatda bir-biriga parallel qilib qo'yamiz, ya'ni teskari qismidan tepadan 1 sm holatda tikib, shlitsaning bu tarafidan chiqamiz. Tana qismini tikib oldik, polni shlitsani, mana bu liniyada 1 sm masofa qoldi mana. Zakripka berasiz. Astar qismini bo'lsa, tikib kelasiz, bu yoqqa yurmaysiz. Mana shlitsa chiqmagan liniyada o'sha to'xtaydi. Mana shu holatda tikib oldik. Endi shlitsa liniyalarimizni dazmollab olamiz. Mana qizlar, bu astar liniyasi bo'lyapti. Birinchi mana buni sindirib olamiz. Ya'ni o'sha shlitsa uchun qoldirgan 4 sm ni sindirib oldik mana. Mana ustiga keyingi liniyani yopamiz. Mana astar liniyamiz teskari holatda turibdi. Chap tarafga qarab yotqizib olamiz buni. Mana shlitsani chap tarafga qarab yotqizdik. Faqat bitta tarafini sindirdik, chap tarafda. O'ng taraf mana shu tekis holatda turadi. Bundoq qilib sindirib dazmol qilmaysiz. O'ng tarafda, keyin o'ng tarafiga rasichka beramiz mana. Mana bu holatda rasichka berib oldik. Ya'ni bu yoqqa ochilishi uchun rasichka berib qo'ydik. Endi mana bu tana qismimiz. Tana qismimiz bo'lsa, o'ng tarafga o'tadi. Mana bu chap tarafga dazmolladik. Bunimizni o'ng tarafga qarab dazmollaymiz. Buni ham mana shu liniyasiga rasichka beramiz. Mana ochilib berishi uchun liniyasiga rasichka berdik. Endi buni dazmollab olamiz. Mana endi tepadan yorib dazmol qilib qo'yamiz. Tana qismimizda tanani o'ng tarafga sindiramiz. Mana o'ng taraf shlitsasini sindiramiz. Mana shu rasichka bergan liniyamiz mana ochilib beryapti. Kesganimiz ochilib beryapti. Faqat bir qavatni o'zini kesib olganmiz, mana bitta tarafini o'zini. O'ng tarafga qayirib sindirdik. Mana qayirganimizdan keyin mana bu tagidagi liniyamizni mana bu holatda qayiramiz, chunki hozir tekislar buni ichidan tikamiz-da. Mana dazmollab bo'ldik, rasichka berib yordik tepani, o'ng tarafni sindirdik. Mana burchak qismimiz mana bu holatda turibdi, taxlama holatida. Bu chap tarafga qaragan, astar chap tarafga qarab sindirilyapti. Mana bu holatda tana qismi o'ng tarafga qarab sindirilyapti. Ana endi buni yana tikilish texnologiyasiga o'tamiz. Ana endi tana qismimizda shlitsa bukilgan liniyamiz mana shu holatda turibdi. Ichiga ko'rgan bo'lsanglar, bu liniyani biz yumshatishimiz kerak, ya'ni olib tashlashimiz kerak tikib. Taxlangan dazmol izi bo'lsa, mana bu holatda belgilab olamiz. Bu liniyamiz, pastidagi liniya, tana liniya mana belgilandi. Belgilaganingizdan keyin ochasizda, mana ikkita belgilangan liniyani bir-biriga ushlaysiz. Ushlaganingizdan keyin bu liniyani mana shu burchak liniyaga qaratib tikib kelasiz. Mana bu burchak tikish texnologiyasini ko'p joyda ko'rgan bo'lishingiz kerak. Mana shu holatda tikamiz. Tikishdan oldin tepa qismidan 1 sm qoldirib tikamiz. 1 sm qoldirib oldim. Boyagi dazmol izi tushirgan burchagimizga qarab tikamiz, zakripka berib tikamiz. Zakripka berib tikdik. Mana boshida 1 sm masofa qoldi ochiq. Buni ichiga bundoq buklaganingizda mana bu burchak holat chiqadi sizga. Endi buni kesib tashlasangiz ham bo'ladi. Kesdik, burchagini mana bu holatda kesdik. Bu liniyani yorib dazmol qilib qo'yamiz hozir. Mana tegini mana bu holatda tikib oldik. Boyagidek burchaklarni chiqazib 1 sm qoldirib tikib qo'ydik. Xo'p, endi bu bizda astar qismimiz. Astar qismimiz mana bu holatda buni ustiga yopiladi. Mana yopilganda biz bichayotganimizda
tana qismidan astarni 1 sm kam qilib bichdik. Ya'ni shilitsali liniyalarda shunaqa bo'ladi. Mana bu holatda 1 sm kam qilib bichib olganmiz. O'shanda astaringiz osilib, bu yoqqa chiqib qolmaydi. Endi bir-biriga mana parallel qilib yopib olamiz buni. Yopib olganimizdan keyin birinchi bo'lib biz mana buklov liniyaga tushyapti mana. Bu dazmol liniyaga tushdi. Bu liniyamiz mana sindirilmagan liniya. Birinchi bo'lib sindirilmagan liniyani tikamiz. O'zi pas overlock bo'lishi shart emas. Faqat qizlar titilmasligi uchun ezosa zagodovka qilib overlockni tayyor qilib qo'yganman. Mana bu holatda turibdi. Ag'daramizda birinchi mana shu sindirilmagan liniyani 1 sm mana shu holatda tikib ulab olamiz. Mana ulab tikib oldik. Endi bizda mana bunaqa narsa hosil bo'ldi. Xo'p, endi biz nima qilamiz? Shilitsa bitta tikib, bitta dazmol qilinadigan narsa. Ya'ni tikadigan joyingizni dazmolda topib olasiz, dazmolda siniq chizig'idan. Mana bu holatda shilitsani yopganimizda, shilitsani boshlang'ich liniyasiga astarni boshlang'ich liniyasi to'g'ri kelyapti. Mana biz sindirilmagan liniyani tikdik. Mana oshiqchamiz turibdi. Mana shu oshiqcha liniyani mana bu holatda hozir biz dazmol qilib sindirib olamiz. Mana qizlar, hozir dazmollab oldik. Mana bu holatda. Endi bu shilitsamiz buklangan tarafimiz turibdi. Biz avval buklanmagan tarafni obработка qilib olamiz. Endi mana pastki qismi mana bu holatda bo'ldi bizda. Endi shu liniyani, pastki liniyani tikib olishimiz kerak. Ya'ni mana bu chokda yopishimiz kerak. Buning uchun mana ag'daramiz. Ag'darganimizdan keyin mana bu astar buklov holatda turibdi. Mana shu sindirilgan liniyani buklab olamiz mana bu holatda. Bulavka tiqamiz hozir. Ya'ni siz dazmol qilib tiksangiz, buni tikadigan liniyangizni dazmolni o'zi chiqazib beradi, tikadigan chizig'ingizni. Endi mana bu buklov liniyadan 1 sm tikamizda, tepa qismida ko'rgan bo'lsangiz, shilitsani bu tarafda 1 sm masofa qoldirganmiz. Mana shu masofaga tikib, mana shu holatda chiqamiz. Mana tikib oldikda, endi mana bulavkani olamiz, burchak liniyasini yengillatamiz va ag'daramiz. Mana ag'darganimizda uchini liniyada chiqazib oldim. Mana bunaqa narsa hosil bo'ladi. Mana bu ortiqchangiz mana shu holatda turadi, mana lishniga. Endi mana bitta tarafda tikib oldik. Endi bu liniyani bitta yaxshilab dazmol beramiz. Dazmol berishda mana teng holatda emasda 0,302 ga mana bu tana qismini ichkariga kirgizamiz. Ya'ni astarni bu yoqqa qochirib, tana qismini mana shu holatda ichkariga kiritib bitta dazmol berib olamiz. Mana shu holatda bitta tarafimiz tayyor turibdi. Endi bu narsani dazmollab olamiz. Mana bitta tarafimiz tayyor holatga keldi. Endi mana bu tarafni ko'rib chiqamiz. Ana endi biz bu tarafini yopib oldik. Endi mana shilitsaga buklangan tarafini ko'rib chiqamiz. Mana tanada buklangan turibdi shilitsaga. Bu liniyamiz endi lishniy turibdi mana. Qayrilgan liniyamiz ham lishniy, ustidagi liniya ham lishniy. Hozir buni biz chizib olamiz. Mana bu tarafda bizda shilitsa bukilgan liniyadan 1 sm pastga chizamiz mana. O'sha shilitsa bukilgan liniya masofasini bu yoqdan kesib olib tashlaymiz mana. Chunki bu yoqqa yopiladigan liniya turibdi bizda mana. Bu yoqqa tikiladigan liniya turibdi. Mana shilitsa hisobini kesib olib tashlaysiz. Mana ikki qavat liniyani kesib tashladik. Kesib olganimizdan keyin endi pastki qismini ulab olamiz. Esingizda bo'lsa, mana bu tarafda mana 1 sm mana bunaqa liniya qoldirganmiz. Shu liniyaga to'liq holatda tikamiz. Ya'ni mana bu holatda ag'darib 1 sm mana shu tochka liniyadan ulab ketamiz. Mana bu shilitsamizni tepa qismi bu liniyaga ulanadi. Shuning uchun boshidan emas, 0,5 sm qoldirib, keyin bu yoqdan tikib ketasiz. Ya'ni boshidan tikib kirib ketmaysiz-da. Oxirgi liniyasini ham mana yopmadim. Ya'ni kostyum, общий kostyum tikayotganingizni ham astarga tikiladi. Buni oxirini yopib olsangiz, yana baribir so'kishingizga to'g'ri keladi. U yonini ham, bu yonini ham mana 1 sm tikish uchun qoldirasiz. Endi mana o'nglab olamiz buni. Mana bunaqa narsa hosil bo'ladi bizda. Endi mana astarimizni tushib turgan lishniy liniyasini mana shu holatda. Endi mana bu liniyani
harakat kengligi bilan dazmol qildi e'zoza. Bu tarafini ham mana 1 sm ichkariga kirgizib dazmol qildi. Endi mana shu liniyani tikib olishimiz kerak biz. Endi mana ichki qismidan mana shu dazmolda sindirgan liniyamizni tikib burchak chiqazib olamiz mana bu holatda. O'sha dazmol liniya sizga tikadigan liniyangizni belgilab beraveradi, ya'ni tikadigan chokingizni chiqazib beraveradi. Burchak liniyasini olib tashlaymiz. Sal yaqinroqdan ko'rsatavering shuni. Mana bu burchagini chiqazamiz. Bizda mana bunaqa narsa hosil bo'ladi. Hozir liniyada uchun yaxshilab chiqazib yuboramiz. Mana bizda mana bunaqa lishniy liniya hosil bo'ladi. Mana endi ag'darib olganimizdan keyin ichki qismidan endi mana shu burchak liniyamiz, mana shu burchak liniyadan boshlaymiz. Mana kichkinagina rasichka berib yuborsangiz tortilib qolmaydi chokingiz. Mana shu holatda hozir ikkita bulovka qistiramiz. Mana tepa liniyagacha tikamiz. Mana bu burchak qismi mana o'sha shlitsani tepa qismiga to'g'ri keladi. Tepa qismini tepadan taqab tikmaysiz, chunki astarga tanaga ulanadi tepa qismida. Mana pastki qismlarini yopib oldik. Mana bunaqa burchak qismida bunaqa narsa hosil bo'ladi bizda. Endi hozir tepa qismini yopib, keyin dazmollab olamiz. Tepa qismini mana astar qismiga yopamiz. Mana bu tarafimizda o'zi birinchi bergan rasichkamiz bor. O'sha liniyadan tikib, mana oxirgi liniyaga kelamiz. Bu yoqda kichkinagina rasichka berib olamiz. Mana sal yaqinroq keling. Mana tepasini astarda o'ziga yopamiz. Endi buni tekis qilib dazmollaymiz. Tagiga podushka qo'yib olganman. Podushka bilan qilsangiz ham bo'ladi. Mana endi hozir astar tana bo'lganda astarimiz o'sha tanaga qarab ketardi. Hozir astarimizni oshiqcha joyini biz endi kesib ko'rsatamiz. Yana to'liq mana qaranglar qizlar, qanaqa zo'r chiqdi shlitsa liniyamiz ichki qismi. Qachon olib keling. Astarni oshiqchadan kesib tashlash. Endi hozir mana chetini overlock qilib qo'ymasak, rosa ipi titilib ketyapti. Hozir overlock qilib ko'rsatamiz yana to'liq. Mana qizlar chetini overlock qilib dazmol qilib qo'ydik biz. Siz endi kostyumga tikkaningizda mana yon qismi xuddi mana shu holatda 1 sm qolsin. Chunki oldi yon bokovoyda astarga ulaysiz-da, mana bu ochiq holatda. Shuning uchun 1 sm bu yonidan ham mana shunaqa ulanmagan holatda qolishi kerak. Orqasi shlitsali kostyumlarda pastki qismdan anaqa qilinadi. Обработка pastki qismdan bo'ladi, tepaga qarab. Bu oldi qismimiz bizda, ichki qismimiz bu. Mana o'nggi tarafi. Qaranglar qanaqa akkuratniy zo'r chiqdi. Buni endi bittada tikkaningizda sразу shunaqa o'xshab qolmaydi. Buni обязательно bo'zdan 2-3 ta tikib ko'rasiz mana. Bo'zdan mana shunaqa qilib probaga oddiy astardan tikib, keyin professional kostyumlar bilan ishlaysiz. Video darslik sizlarga yoqqan bo'lsa, обязательно o'zinglarning fikringlarni kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu shlitsa darsliklari bizda offlaynda o'quvchilarga to'liq holatda o'tiladi.